xalqqa xizmat qilish kabi yuksak faoliyatni bulg'ab, oddiy aholini qiyinchiligidan past niyatlarda foydalanib, jamoatchilik nazorati bo'lgan adolat pardasini tovlamachilik va firibgarlikka aylantirgan Taftish.uz xodimlarining qilmishlari haqida so'z yuritamiz. Buncha xodimlarni davlatda boshqa qiladigan ish yo'qmi? Ko'rgan narsamga men jin emasman, ko'rib turib ko'rmadim. Qarang-chi, yog'da boshqacha gapirmang. Bir xil gapiring bo'ldi. Hokim bor, siz nega so'z o'yin qilyapsiz? Yaxshilab o'qing. Mana kollej o'sha hujjatni. Ma'ni fikrimni tugatguncha gapirmay turing. Mana Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimligi prezidentimiz Obarovga ochiqlik siyosatiga qasddan qarshilik qildi. Nima noqonuniy topshiriq bajaryapsiz? Shuni aytmaysizmi boshida? Nima qilasan? Buzib sud qarorisiz. Jim o'tirmaysanmi? Men o'zim kiraman, aka. Endi qarshilik qilmaysiz. Oyog'i yerdan uzilgan va alomat deb shularga aytiladi. Jinoiy guruh yetakchisi Abirayev G'ayrat Nusratovich 1988-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan. Yillar davomida respublikamiz hududida fuqarolarga nisbatan firibgarlik, tovlamachilik, yolg'on axborot tarqatish va poraxo'rlikda vositachilik qilishni kasb qilib olgan bu kimsa muqaddam 2013-yilda Shofirkon tuman sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismining B bandi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. 2015-yilda Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi va 28 bilan 211-moddasi 1-qismi bilan javobgarlikka tortilgan. Shu yilda Samarqand viloyat sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 28 orqali 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanib, amnistiya asosida jazodan qutulib qolgan. 2016-yilda G'ijduvon tuman sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi B bandi, 28, 25 va 211-moddasi 2-qismi A bandi bilan 9 yil 6 oyga jazodan mahrum etilib, 2020-yilda muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilingan. Davlat tomonidan ko'rsatilgan g'amxo'rlik mensimagan bu shaxs jinoiy faoliyatini davom ettirib, 2024-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Peshko tuman sudining hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan javobgarlikka tortilib, axloq tuzatish ishlari jazosi qo'llanilgan. Shuningdek, 2025-yil 28-maydagi jinoyat ishlari bo'yicha Quvasoy shahar sudining hukmiga ko'ra davlat organlari xodimlariga nisbatan Taftish.uzga sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatganligi uchun Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan blogerlik faoliyatlari bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilinib, 1 yil 2 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Hozirda probatsiya hisobida ozodlikni cheklash jazosini o'tamoqda. Xavfli retsidivist. Abirayev Taftish.uz rahbari sifatida jinoiy guruh faoliyatiga yetakchilik qilib, sud hukmi bilan internet va telefondan foydalanish taqiqlangan bo'lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda ukasi G'anisher Abirayev nomiga soxta profil ochib, faol foydalanib, jinoiy guruh faoliyatini muvofiqlashtirib kelgan. Jinoiy guruhning a'zosi Yo'ldashev Azizjon Bahromjonovich 1992-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. Yo'ldashev ijtimoiy tarmoqlarda o'zini xalqparvar deb ko'rsatib, aslida esa fuqaro va mansabdor shaxslarga ko'cha bezorisi kabi muomalasi bilan go'yoki haqiqatparvarga barchasi mumkin deya o'zini axloqsiz shaxs sifatida namoyon qilib keladi. Ko'p yillik tanishi bo'lgan jinoiy guruh rahbari Abirayevning topshirig'iga ko'ra, Taftish.uz ommaviy axborot vositasi niqobi ostida jinoiy sheriklari Nishonov va Eshquvvatova bilan birgalikda muntazam ravishda murojaatchilarning mablag'i evaziga noxolis fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi videoroliklar tayyorlab, ularni YouTube kanalga joylash va keyinchalik ushbu videolarni o'chirtirish evaziga Abirayev orqali tovlamachilik qilish bilan shug'ullanib kelgan. Ushbu jinoiy harakatlarni Chilonzor buyum savdo kompleksi rahbariyatidan pul undirishda, Namangan viloyati Chust tumanidagi oila sha'nini bulg'ashda, Toshkent shahrida Parkent Development qurilish kompaniyasi obro'sini to'kishda, Samarqand viloyatida O'zbegim uylari qurilish kompaniyasi rahbariyatiga nisbatan tovlamachilik qilishda amalga oshirib kelgan. Jinoiy guruhning yana bir a'zosi Dilshod Nishonov Tahirovich 1998-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Taftish.uz muxbiri shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzganligi hamda o'ziga notanish bo'lgan odamning qadr-qimmatini kamsitilishiga olib kelgan yolg'on axborotni tarqatganligi uchun sud qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46.1 hamda 202.2 moddalari bilan javobgarlikka tortilgan 2-guruh nogironi. Ma'lumotlarga ko'ra, Abirayev tomonidan aynan nogiron bo'lganligi uchun xalq fikrini manipulyatsiya qilishda, nuqsoni bilan fuqarolarda rahm uyg'otish, davlat idoralari va huquqni muhofaza qilish organlariga nogironligini vaj qilib, turli bosim o'tkazish uchun foydalanish maqsadida muxbirlik lavozimiga ishga olingan va jinoiy guruhga qo'shilgan.
Nogironligi ortidan ushbu shaxsga hech kim chora ko'ra olmasligi zamirida jinoiy guruhda torpeda, ya'ni pul undiruvchi va davlat organlari xodimlarini qo'pol muomalasi bilan obro'sizlantiruvchi vakil vazifasini bajargan. Siz menga hozir bosim o'tkazasiz, ovozingizdan mavjud qo'yibsiz. Gapirib gapiring. Men bosim qilmadim. Xo'p, sizni gapirish toningiz menga bosimdek tuyulyapti. Uzurim. Bo'ldi. Jinoiy guruh tarkibida Toshkent shahrida, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida, Namangan viloyati Kosonsoy tumanida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida fuqarolar va tadbirkorlarni obro'sizlantirish ishlari bilan faol shug'ullanib kelgan. Ahamiyatli tomoni shundaki, go'yoki xalq nomidan hukumatga tinmay e'tiroz bildirish orqali o'zini qiynalgan fuqaro sifatida namoyish etayotgan ushbu kimsaga va uning oila a'zolariga davlat tomonidan tizimli ravishda ijtimoiy yordam ko'rsatib kelinadi. Tepada o'tirgan qonun chiqarayotgan vijdoninglar bormi sizlarni? Ana tepada o'tirgan qonun chiqarayotgan, g'o'ddayotgan 2-3 ta qo'sh tirnoq ichidagi insonlar, g'o'ddaygan davlat xodimlari. Masalan, 2020-yilda Nishonov ota-onasi bilan yashab turgan Chilonzor tumanidagi ko'p qavatli uy kapital ta'mirdan chiqarilib, atrofi to'liq obodonlashtirilgan. 2024-yilda esa bu oilaga yana g'amxo'rlik ko'rsatilib, davlat rahbarining tashabbusi bilan Yangihayot tumanidan bepul 2 xonali yangi uy taqdim etilgan. Shuningdek, mas'ullar tomonidan onasining shu hududda savdo-sotiq bilan shug'ullanishi uchun ham sharoit yaratib berilib, garchi hech qanday hujjatlarga ega bo'lmasa-da, insonparvarlik prinsiplari asosida savdo do'koni orqali daromad topishiga imkoniyat yaratilgan. Undan tashqari Dilshod Nishonovning ijtimoiy himoyasi ham muntazam ravishda ta'minlab kelinadi. 22-dom 9-xonadon turuvchi Nishonova Mashkura opa, ular oilaviy ko'zlari ojiz fuqarolar hisoblanishadi. Ularga ham o'sha davlat tomonidan, hurmatli prezidentimiz tomonidan uy berilgan bo'lib, ular hozirgi paytda oilaviy ushbu xonadonda yashab kelishmoqda. Bularga ham o'sha Saxovat ko'mak jamg'armasi orqali o'sha imtiyozlar, ya'ni moddiy yordamlar, ma'naviy yordamlar, o'sha ixtiyoriy homiylar asosida bir qator yordamlar ko'rsatilib kelingan va bu jarayon hozir davom etmoqda. Jinoiy guruhning yana bir a'zosi Eshquvvatova Marjona Sherali qizi 2006-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan. Taftish o'zining muxbiri 2024-yilning aprel oyida boshqa bir fuqaroning qadr-qimmatini kamsitilishiga olib kelgan yolg'on axborotni tarqatganligi uchun Guliston shahar sudining qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202.2-moddasi bilan javobgarlikka tortilgan. Eshquvvatova jinoiy sheriklari Nishonov, Yo'ldoshev va Rashidovlar bilan birgalikda 2025-yil oktyabr-dekabr oylarida Namangan viloyati Kosonsoy tumanida, Toshkent shahri va Samarqand viloyati, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida murojaatchilarning mablag'i evaziga ikkinchi tomonni sha'ni va qadr-qimmatini toptovchi video materiallarni tayyorlab, Taftish.uz kanaliga joylab kelgan. Aynan shu materiallarni internetdan o'chirish uchun guruh rahbari Abirayev tadbirkorlardan tovlamachilik yo'li bilan pul mablag'larini undirib kelgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini xalqparvar deya ko'rsatib kelayotgan Eshquvvatova shunchalik haddidan oshib ketganki, hatto o'z vazifasini vijdonan bajarayotgan 2025-yilning noyabr oyida Sirdaryo viloyati hududidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasi hududida sigaret chekayotgan tartibbuzarga chora ko'rgan mahalla profilaktik inspektorini obro'sizlantirishga urinib, bularni maqsadi pul ishlash kabi shaxsning sha'nini kamsituvchi izohlar bilan aslida yolg'on bo'lgan va jamoat tartibiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid soluvchi ma'lumotni qasddan Instagram kanaliga joylagan. O'zidan o'zi jarima yozib ketgan. Xullas xohlagan ishni qilishyapti. Yo'q joydan 137 ming so'm jarima. Maqsad shu pul ishlash. Bu yoqda fuqaro pulni qanday topadi? Oddiy odam qonni bilmay turib bilganingizni qilmang. Bu kabi o'ta ketgan surbetlikni ayrim fuqarolar xalq dardini olib chiqayotgani sifatida baholab, blogerni maqtayotganliklarini qanday tushunish mumkin? Vaholanki, o'sha kuni gaz quyish shoxobchasida 18 ta avtomashina va 50 dan ortiq fuqarolar, bir nechta ayollar yosh go'daklari bilan birga bo'lgan. Kashanda huquqbuzar esa bir necha marotaba boshqa haydovchilar tomonidan tanbeh eshitganiga qaramasdan sigaret chekishni davom ettirgan. Bu kabi yong'in xavfi yuqori bo'lgan manzillarda bejizga alohida tartib joriy etilmagan. 2024-yilning 17-dekabr kuni Farg'ona viloyatidagi gaz quyish shoxobchasida sodir etilgan og'ir falokat oqibatida 4 kishi vafot etgani xalqimizning esidan chiqqani yo'q. U yerdagi portlash ham zapravkadan sizib chiqqan gaz va ochiq olov chaqnashi oqibatida sodir bo'lganligini eslatib o'tish joiz. Qo'shtirnoq ichidagi bloger esa odamlar o'limi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan bu kabi oxir oqibatni xaspo'shlab, ichki ishlar organi xodimlarini yomonlab, mazkur jirkanch va xavfli hodisani o'zining navbatdagi PR uchun ishlatgan. Uning bu kabi qiliqlarni olqishlayotgan olomon esa aslida og'ir oqibatga olib kelishi mumkin bo'lgan jinoyatga sherik emasmi?
ijtimoiy tarmoqlarda o'zini xalq posboni sifatida namoyon etib kelayotgan, qonun deya tinmay bong urayotgan Eshquvvatova aslida ashaddiy huquqbuzar hisoblanadi. U haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib, davlat raqami 01797 QKA bo'lgan transport vositasini muntazam ravishda boshqarib yurgan. Yo'l patrul xizmati xodimlarining tinimsiz ogohlantirishlari hamda qo'llanilgan jarimalar bu ayolga umuman kor qilmagan. Qoidabuzarlik uchun avtomashina jarima maydoniga joylashtirilgandan keyin ham qonunlarni qasddan mensimasdan yana 90 kun davomida o'sha transport vositasini boshqarishda davom etib, 14 marotaba yo'l harakati qoidalarini buzganligi aniqlandi. Davernisga nima deyapsiz? Shoshilmang. Nima uchun haydovchilik guvohnomangiz yo'q sizga boshqarishga beryapti? Bu qoidabuzarliklari oxir-oqibat katta yo'l transport hodisasiga olib kelgan. O'zini hayotini bir tiyinga ilmaydigan bu kimsaga hech bo'lmaganda boshqa fuqarolarning hayotini hurmat qilishni tilashdan boshqa iloj yo'q. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib mashina boshqarishni o'zi yo'ldagi yo'l qotilligidir. 2025-yil davomida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan haydovchilar tomonidan 500 dan oshiq yo'l transport sodir etildi. Mana shu yo'l transport oqibatida 100 dan oshiq begunoh insonlar hayotdan ko'z yumdi. Ayolmi, erkakmi, pravasi bo'lishi kerak. O'qimaganligi uchun ham yo'l transport mana shunaqa hodisalari ko'p bo'lyapti. Eng ko'p avariyalar mana o'qimasdan, bo'lmasa boshqa narsa qilib olgan, pravani olgan odamlardan chiqyapti-da bu narsa. O'qimasdan rolga o'tirish umuman opasniy narsa-ku. Oson pul va jazosizlik ortidan euforiyaga berilib ketgan bu ayol tanishlariga va yordam so'rab kelgan murojaatchilarga davlat organlari, hokimiyat yoki huquqni muhofaza qilish organlari undan qo'rqib, barcha ishlarni bitirib berishni, tanqidlari orqali har qanday muammoni hal eta olishini qayta takrorlab, aholini ishontirishga urinib kelgan. Hurmatli fuqarolar, muammolaringiz yuzasidan turli firibgarlarga emas, faqatgina mas'ul davlat organlariga murojaat qiling. Mablag'ingizni litsenziyaga ega yuridik xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar uchun ishlating. Daromadingizni ochiqlik pardasi ortida yashiringan va ommaviy axborot vositasi sifatida niqoblangan ayrim jinoiy guruhlar faoliyatini rivojlantirishga sarflamang.